Qachon aka, qarang, to'yimizga ham 3 oy bo'libdi. iPhone 17 chiqqaniga ham 1 oy bo'ldi. Qachon menga olib berasiz? Jinniroqmisan, kallang bilan urishib qolganmisan. Qanaqa 17? Men o'zim tutmaganman 17 hali. O'zim X nimadir bo'yotibdi. Jinni yuvman bilan tasiyotibdi. Yana shu televizoringizni ko'rib o'tiribsizmi? To'yimizga ham 3 oy bo'ldi. Oxirgi marta qachon men bilan o'tirib olib, vaqtlayotganingizni esla olasizmi? Jonim, nima perejovat qilasan? Sen uchun muammo emas-ku. Men senga to'yni oldin va'dalar berganman, chiroyli olib yuraman deb. Mana o'sha vaqt keldi. Men olib qo'yganman. Prosta sen xonaga kirib turgan jonim. Sen jonimni so'rasang, jonimni beradiganman, men. Davay, bыстро kir. Jonim, chiqur. Nima ahvol bu? Bu sevgimiz ramzi. Yurakdan tayyorladim-ku. Yuragim egasi. Metr shuni qaragin, chiroyli. Odam bo'lmaysiz boru. Hammasi sen uchun yuragim mani. Supurib oling. Xotin. Men qarang, choyxonada og'aylarim oldi, sharmanda bo'ldim-ku. Bitta kiyimni bir haftadan beri yuribsan. Bu nimalar olib bermadimi deb gapiryapti. Yuzingga solishyapti. Sen to'yda oldin o'rgatib qo'yding-da, to'yimiz bo'lgandan keyin qishni olib bermasdan uyda. Yo'q. Endi 3 oylik kelinman-ku. Ha, to'yda oldin o'rgatib qo'yish kerak emas edi. Hamma narsa olib beraman. Ana boshqalar xotiniga o'xshab Rossiyaga borib ishla. Rossiya? Men Rossiyada ishlaymanmi? Nasiyonmi? Rossiyada aytgancha. Start program 16 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan qizlar uchun mo'ljallangan dastur. Bu loyiha Rossiyaning Tatariston Respublikasida amalga oshirilgan. Paytgacha 44 ta davlatdan 300 dan oshiq bo'lgan ishtirokchi o'z kasbiy kelajagiga qadam tashlagan. Maoshiga keladigan bo'lsa $860 dan $1780 Rossiyaga borish xarajatlari, ya'ni parvoz xarajatlari qoplanadi va yashash joyi bilan ta'minlanadi. Men qarang, boyib ketamiz, voy million pullarimiz bo'ladi. Ishlab jo'natgan, xo'p o'zim yig'ib beraman pullaringni. Zamon teskarlashib ketmayaptimi?